Voy bola, sal ko'ngil berib chiqsang, sen deb qachongacha gap eshitaman? Ishlasang normalni ishla, bo'lmasa katta ko'cha. Ishingga. Murat. Do'stim, qandaysan? Yaxshimisan? Qayerga ketyapsan? Yaxshi rahmat, uyga ketyapman. Ko'rmaysanmi? Bergan pul ozgina yo'q qilishini qara. Ha, bo'pti, siqilma. Yur, senga ish bor. Shunaqa gaplar degin. Do'stim, men senga oson pul topishni yo'lini o'rgataymi? Bir deganda boyib ketasan. Ko'raysanmi endi? Mashinani ko'rding. Telefonni ko'ryapsan oxirgi modellar. Sen ham birpasda bo'lib ketasan. Rostdan so'rayapman. Qanday bir deganda shuncha narsa olding? Ha, bu juda oddiy. Boshlanishiga ozgina pul va telefoning bo'lsa bo'ldi. Qara. Kartangda hozir 3 ming so'm pul bor ekan. Sakras bugun o'yin bor. Barsa bilan Real o'ynaydi. Biz Barsa bari kuchli bilasan, Barsaga yetganmiz va 2 baravardan ko'p bo'lib qaytadi puling. Buni qimor deb sen hali boshingni aylantiradi. Bu qimor emas, bu prosta lotereya-da bu. Wow! Urdi. Qudrat, tinchmisan og'ayni? Sog'lig'ing yaxshimi? Nimalar qilib yuribsan? Ishxonada ham ko'rinmaysan. Shu pulni pul yurib-yuribsiz-da, o'zing yaxshimisan? Nima ish ekan? Bizga ham ayt. Biz ham qilaylik. Sizlarga to'g'ri kelmaydigan turidan-da. Aka, 1 minut. Alaykum assalom. Keling, xizmat. Aka, sizda muhim gapim bor edi. Aka, ukangiz har xil bolalar bilan yuribdi, ishxonaga ham bormayapti. Bir ko'z quloq bo'lib qo'ying. Shuni aytgani keldim. Ha, shunaqami? Mayli, kelsinchi, gaplashib qo'yaman men. Rahmat sizga. Mayli aka, Mayli, ha, sog' bo'ling. Bo'p. Har xil bolalar bilan yuribdi, ishxonaga ham bormayapti. Ey, to'xta. Sen nima qilib yuribsan? Sen haqingda har xil gaplar eshityapman, ishga ham bormayapsan ekan. Nima qilib yuribsan sen? Aka, siz ham boshlamang. To'xta, sen aka ham shunaqa muomala qiladimi? Xo'ras. Senga shunaqa tarbiya berganmizmi? Akam sizda bo'lmasam. Ey, Qudrat. Qandaysan, tuzingmisan? Bugun bomba yangilik bo'ladi bugunchi. Qanaqa? Bugun chimayib urishyapti. Bugun har qancha tiksak ham yutadigan kunimiz bugun. Bormi katta summa? Borda, mashinam bor. Mashinani qo'yamizmi? Mashinang kichkina. Yo'qmi kattaroq? Uyni qo'ymaylikmi uyingni? Sen ham mashinangni qo'yasan-ku. Mashina men nomimda emasda, uyini qo'yib turaylik, men senga keyin beraman qolganini. Sherikmizmi? Sherikmiz. Uyda dokumentini olib chiqaman-u, yutqizib qo'ymaydimi? Chimayibdi, bilmaysanmi? Umuman yutkizmaydi. Xudo olsa 100 yutamiz. Tavakkal. Bo'lmasa uyda dokumentini olib chiqaman. Qo'rqqan o'g'il bola emas. Chimayib. Voy biling. Nima qilamiz? Qattan bilaman buni yutkizib qo'yishini. Senga aytdim, yutqizmaydimi deb so'radim men sendan. Yo, men qayerdan bilaman? Sudyalar nechasini rishvat qilyapti? O'shancha pul, uy. Keyingisi yutib yuboramiz. Keyingisi meni hech nimam bor budimni tikkanman. Men bilmayman. Men ketishim kerak. Nima bo'lsa ham sherikmiz. Men senga sherik emasman. Chush, men ketishim kerak. Marras. Qo'yver meni, barchash. Qoch. O'z mashina ham birovga olib berishim kerak. Iflos ekansan. Davay. Hayvon.